Bugungi ona tili darsidan o'tadigan mavzumiz unli tovushlar. Bilamizki, o'zbek tilida 6 ta unli tovush bor. Bugun biz o'zbek tilidagi unli tovushlarni tasniflash, ular xususida ma'lumotlarni berib boramiz. Bilamiz, o'zbek tilidagi unli tovushlarni 3 tomondan tasnif qilinadi. Birinchidan, tilning gorizontal, ya'ni yotiq harakatiga ko'ra. Ikkinchidan esa tilning vertikal, ya'ni tik harakatiga ko'ra. Uchinchidan esa lablarning ishtirokiga ko'ra biz unlilarni tasniflab olamiz. Og'iz bo'shlig'idagi eng faol organ bu til hisoblanadi. U unli tovushlarni talaffuz qilishda oldinga tish yoki milka tomon va orqaga qarab harakat qiladi. Demak, tilning bu harakati gorizontal harakat hisoblanadi. Shuning uchun biz unlilar tilning gorizontal harakatiga ko'ra ikki guruhga bo'lib unlilarni o'rganamiz. Bu birinchisi old qator unlilar hamda orqa qator unlilar. Old qator unlilarga A, E, I kiradi. Orqa qator unlilarimizga esa O, O, U harflari, ya'ni unli tovushlari kiradi. Endi unli tovushlar talaffuzida tilning tanglayga tomon ko'tarilishi va tushishi bu vertikal harakat hisoblanadi. Bu harakat tufayli og'izning ochilish darajasi har xil bo'ladi. Chunonchi I, U unli tovushlarini hosil qilishda til tanglayga yaqin turadi. Shuning uchun ham og'izning ochilish darajasi bunda tor bo'ladi. Aksincha A, O tovushlarini hosil qilishda esa til tanglayda ancha uzoqlashadi, ya'ni quyida turadi. Shuning uchun til bilan tanglay o'rtasidagi oraliq keng bo'ladi. E, O tovushlarini hosil qilishda esa til bilan tanglay o'rtasidagi oraliq o'rtacha tor ham emas, keng ham emas, ya'ni o'rtacha bo'ladi. Tilning vertikal harakati og'izning ochilish darajasini belgilaydi, ya'ni bular tor, keng, o'rta keng. Shuning uchun unlilar tilning vertikal harakati yoki og'izning ochilish darajasiga ko'ra ham biz 3 guruhga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi bu yuqori tor unlilar, o'rta keng unlilar va quyi keng unlilar kiradi. Demak, biz 3 guruhga bo'lib o'rgandik. Yuqori tor unlilarga I, U, o'rta keng unlilarga esa E, O, quyi keng unlilarga esa A, O unli